Assalomu alaykum Traktor bor o'zining YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga qisqacha Yuto traktorlarini obzorini qilamiz. Hozir ko'p kishi mana shu yo'ldan o'tgan o'zlari akalar biladi. Vohaga chiqadigan akalar, vohalik akalarimiz Toshkentga kelishda erkak impostga yetmasa 2 kilometrda yong'oq choyxonasi bor. Yo'lning bu tarafida bizning kompaniyamiz birinchi ko'ziga tushadigan narsa mana Yuto traktorlari. Bu qanaqa model ekan, bu qanaqa traktor ekan degan savollarga hozir qisqacha javob beramiz. Bu traktorlarimiz Yuto traktorlari, Xitoyning Yuto zavodiniki. Hozirgi men bu birinchi traktorimiz Yuto 1404 modeli, 140 ot kuchi, 6 silindrli. Oldida toshlarni ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham shiroki variantda kelgan, orqa naviska qismi asosan. Narxlari haqida ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. 1404 modeli hozirgi kundagi narxi 535 million so'm. Undan keyingi traktorimiz mana 1024 modeli. 1024 102 ot kuchli. Bu 5 turbo varianti. Balonlari shiroki bo'lib, yaqinda Habulla akamiz Xitoyda Yuto zavodida bo'lib kelgan glavniy injenerimiz o'sha videodan keyin o'sha mashhur 1404 modeli bunaqasi O'zbekistonda bo'lmagandi. 7 ta 1404 olib ketdi. Undan oldin ham o'zi 4 ta olib ketgandi. Jami 11 ta traktor olib ketdi. Undan keyingi traktorimiz yana 1404 modeli. Bu 1304 130 ot kuchli traktorimiz. Oldida toshlarni ko'rishingiz mumkin. 130 ot kuchi, 1304 modeli. Komfort jihatdan ham, orqa naviskasi, baquvvatligi jihatdan ham 1404 bilan bellasha oladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi hozirgi kundagi Yuto 1304 modeliniki 500 million so'm. Akalar, 130 ot kuchi 500 million so'm. Bemalol kelib Zangato filialimizdan va bundan tashqari boshqa filiallarimizdan ham xarid qilishingiz mumkin. Bundan keyin yangilangan, baloni shiroki bo'lib chiqqan, orqa naviskasi kurchokli bo'lib chiqqan 1054 modeli. 105 ot kuchi, turbo kompressor, intercooler bilan jihozlangan, konditsionerlari bor, zadniy kameralari bor. Akalar kechqurun qiynalib qolmaydi. Kelib ko'rishingiz mumkin orqa kurchoklari. Pulukka, boshqa agregatlarga juda qulay bo'lgan taqishga ham. Endi qiynalib yotmaydi akalar. Balonni balansirovka toshlari ham bor. O'sha ko'rsatib o'tganmiz. 1054 modelining narxi 425 million so'm. 1024 modelining narxi xuddi shuni 102 ot kuchli, faqat 5 turbo varianti. 5 turbo variant so'ragan akalarga narxiga keladigan bo'lsak 400 million so'm. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bu har doim yo'ldan, M39 yo'lidan o'tib ko'rib yurgan traktorlaringiz hozir salonimiz ichki qismiga kirib 35 ot kuchidan 240-250 ot kuchigacha bo'lgan traktorlarimizni ham qisqacha obzorini qilib o'tamiz akalar. Bizni kuzatishda davom eting, like bosing, kommentariya qoldiring, videoni oxirigacha tomosha qiling. Narxlari haqida oxirida hammasini aytib o'tamiz yana. Salonimizga kirishingiz bilan mana chap tarafda ko'rishingiz mumkin. Yuto'ning mini traktorlari, bu yerda balonlarimiz ham bor. Xohlagan razmerda kelib xarid qilishingiz mumkin. Yuto mini traktorlarimiz 35 ot kuchidan boshlanadi. Kabina va 5 kabina variantlari bor. 354 modeli hozirgi kunda sotuvda mavjud. Buni 5 kabina varianti ham bor. 4 portionli 35 ot kuchi Yuto 35 ot kuchli Yuto traktorimiz 354. Hozirgi kundagi narxiga keladigan bo'lsak, 5 kabina varianti 125 million so'm, kabinali varianti 140 million so'm. Undan keyingi 10 ot kuchi tepa 45 ot kuchi Yuto 454 modeli, oldi toshlari ham bor ikkalasida ham. Kabinali varianti 160 million so'm, 5 kabina varianti 145 million so'm. Yuto 454 45 ot kuchli traktorimizda reverslari ham bor. Orqa naviskalarini ko'rishingiz mumkin. Ikkitalik silindrli, bunga yana ichki tomonda qo'shimcha yana silindrlari bor ichkari tarafda. Elektrik chast qismlarini ham ko'rishingiz mumkin, kompressorli. Yuto 454 haqida qisqacha ma'lumotlarimiz. Endi bu tarafga o'tamiz. Bu tarafda 554 kabina, 5 kabina, 654 kabina, 5 kabina traktorlarimiz. 55 ot kuchli Yuto
554 modeli 5 kabina traktorimiz. Oldida toshlarini ko'rishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, kabinali varianti 220 million so'm, 5 kabina varianti 195 million so'm. Bu traktorimiz orqa naviskasi silindr ikkitalik bo'ladi, ichki bartovoy bo'ladi. 554 dan Yuto'larda ichki bartovoy boshlanadi, reversi bor. Buni kabinali variantida konditsioner, qo'shimcha ventilyatorlari ham bor. Kabinali variantini aytib o'tdik. Bundan tashqari balonlarda balansirovka toshlari ham bor. Yuto juda aqlli ishlab chiqarilgan traktorlarda, o'ta zamonaviy, Euro standartga javob beradigan darajada ishlab chiqarilgan orqa toshlari, orqa balonda qo'shimcha balansirovka toshlari ham bor. Oldida обязательный 35 ot kuchidan boshlab deyarli barcha traktorlarida oldida balansirovka toshlari bor. Tosh juda ham kerak, biladi akalar, chunki MTZga solishtirib ikkala traktorda ham solishtirib bo'lmaydi, lekin MTZga qaraganda Yuto ancha komfortroq. 65 ot kuchi, 654 modeli. Buni reverslari bor, konditsionerlari bor, kabinali variantida konditsionerlari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 654 modeli, kabinali varianti 265 million so'm, 5 kabina varianti 240 million so'm. Balonlarni ko'rishingiz mumkin. Cherokee bu kabinali varianti. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismida ham juda komfortli. Buni konditsionerlari bor, qo'shimcha yana ventilyator ham qo'yib ketilgan. Konditsionerni yoqtirmaydigan akalar ham bor-da. Meni o'zi biladi akalar o'zi. Yoqtirmaydigan akalarga qo'shimcha zapasli ventilyator ham qo'yilib ketilgan. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Hamma filialimizda, ya'ni shuni ta'kidlash joizki, Traktor Bor Uz'ni hamma filialida narxlar bir xil. Toshkent narxida kelib, Traktor Bor Uz salonga kelmasdan turib ham viloyatdan ham xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni ortiqcha xarajatsiz. Bu o'zlaringizga ham qulay bo'ladi. Undan keyin 80X o'sha afsonaviy 3 kolosali, 3 balonli traktorga konkurent qilib ishlab chiqarilgan Yuto'ni 800LX 800H modeli 80 ot kuchi. Narxiga keladigan bo'lsak 310 million so'm. O'sha paxtani bosib qo'ymaslik uchun oralarni ham ko'rishingiz mumkin. Bemalol 76 sistemaga ishlaydi. 76 sistemada akalar ishlatib yuribdi, vodiylik akalarimiz. Buni olgan, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bundan keyingi modelimiz 1054, boya aytib o'tganimiz, ko'chada turgandi bu. 1054 turbo kompressor, interkullerlari bor. 105 ot kuchi. Narxi 425 million so'm. Hozirgi kunda narxi. Keyingi traktorlarimiz 1054, 1024, 1024 5 turbo, 105 ot kuchi, bu 102 ot kuchi. Bu bemalol 110 ot kuchigacha chiqadi. Orqa naviskalari ham baquvvat, balonlari Cherokee ishlangan. Oldida toshlarni ko'rishingiz mumkin. 102 ot kuchi traktorimiz, 105 ot kuchini bemalol beradi akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kundagi narxi 1024 diki 400 million so'm. Tasavvur qilyapsizmi akalar? 102, 105 ot kuchi traktorimiz 400 million so'm atiga. Atiga degan joy o'chirib qo'ysin. 400 million katta pul. Undan keyingi traktorlarimiz 1404, 1304 haqida gaplashdik. 1404 ni o'zi akalar o'zi biladi. O'sha mashhur videodan keyin 7 ta xarid qildilar. Undan keyingi traktorimiz 1604 traktorimiz 160 ot kuchi. Bunda turbo kompressor, interkuller, hamma narsasi bor. Ya'ni zapasniy baloni bo'ladi, qo'sh balon bo'ladi. Euro standartda shunaqa. Akalar o'zi biladi, qo'sh balon chiqarilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda narxi 740 million so'm. Bundan ham traktorlarimiz bor. Buni apparat qismiga keladigan bo'lsak, o'sha yerda aytib o'tishimiz kerak. 1404 gacha bo'lgan Yuto traktorlarida apparat qismi oddiy apparat hisoblanadi. Injektor emas, farsunka. Farsunka kelib xarid qilishlari mumkin. 1604 modelimiz, 1604, 1954 modellarimiz injektor hisoblanadi. Injektor. Undan keyingi 1954 qayerda deb hayron bo'lishingiz mumkin. 1954 modellarimiz sotilib ketdi akalar. O'sha bayramda aksiyada e'lon qilinganda, aksiya hozircha bularga tugadi. Xudo xolasa yana aksiya so'rayapti. Aziz obunachilarimiz uchun katta traktorlarga aksiya qilib beramiz. Xudo xohlasa yangilik bo'ladi. Traktor Bor Uz'ni kuzatib boring. Traktor Bor Uz vaqt sinovdan o'tgan sifat. Keyingi gigant traktorimiz 2404 240 ot kuchi, 250 ot kuchini beradi. Orqa naviskasi ham anchagina, kelib ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham Cherokee balon 4 talik taqilgan.
juda baquvvat hisoblanadi. Ko'rib turgan 2404 240 ot kuchi, 250 ot kuchini bemalol beradigan traktorimiz narxiga keladigan bo'lsak, bu traktorimizning narxi akalar 970 million so'm, hozirgi kundagi narxi. Traktor bor o'zga tashrif buyuring, traktor bor o'z vaqt sinovidan o'tgan sifat. Hammani yana o'ylantiradigan savol, traktorlarni qanaqa qilib xarid qilsam bo'ladi? Traktor bor o'zda bunga yechim bor. Boshlang'ich 25% bilan traktorlarda 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatda to'lov grafingiz 1 yilda 2 marta, ya'ni har 6 oyda 1 qiladigan qilib chiqarib beramiz. Katta ot kuchi traktorlarimizga esa 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda to'lov grafingiz har 6 oyda 1 bo'ladigan qilib chiqarib beramiz. Yo, ukam, boshlang'ich to'lovim sal kamroq deydigan akalarga boshlang'ich 10% bilan, 10% bilan bunaqasi bo'lmagan akalar, boshlang'ich 10% bilan to'lov grafingizni oyma-oy qilib 5 yilgacha bo'lgan muddatda traktorni chiqarib beramiz. Shartnoma chiqqandan, to'lov qilganingizdan traktorni bir kun ichida traktorni bemalol olib chiqib ketasiz. Traktor bor o'z vaqt sinovidan o'tgan sifat. Xabaringiz bor, traktor bor o'zda aksiya davom etyapti. Hurmatli mijozlarimiz va obunachilarimiz talabiga binoan bu aksiyamizni 30-aprelgacha davom ettiramiz. Traktor bor o'zga tashrif buyurib, xohlagan agregat, xohlagan traktor xarid qiling va quyidagi sovg'alarni biriga ega bo'ling. Shoshilib qolamiz. Sovg'alar soni cheklangan. Batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga bog'laning. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariya qoldiring va albatta obuna bo'lishni unutmang. Traktor bor o'z vaqt sinovidan o'tgan sifat.